Qaro ko'zim kelmaydi. Xitoyda ko'ylaklari 180 mingdan sotilgan, shunday sindirdimda 50 ming qilib qo'ydim. Voy vahima qilmang. Men ham Xitoy yubkalarini 40 mingga, koftalarini 30 mingga sindirib qo'ydim. Shu do'yga 70 mingmi? Shunaqa? Yomon sindirmakash bo'lyapsan-da. Adolat yomon maqtanishni yaxshi ko'radi. Xitoy do'ygalarni 70 ming qildim deb butun bozorni boshiga ko'taradi. Mana bu Xitoyda do'ygalari 50 ming bo'ladi, o'rtoqlar. Qani chiqing endi, gapiring. Chiqaman. Mana shtampil ko'ylaklarni 60 mingdan qilib qo'ydim. Xohlagan rasvetkasini kiyib olib ketsanglar bo'ladi. Razmeri 60 gacha. Hozir endi sindirishni ko'rasizlar. Abu Saxiy, masjid podvoliga kelasizlar. U 7-do'konda donaga ham, optimga ham bir xil narx. Leon do'ykalar 50 ming, shtampillar 50 ming. Adolat qani endi gapirsin-chi. Xullas, men sizlarga aytadigan bo'lsam, kelin poshalar uchun shu dvoykalar 80 ming so'm, qaynonajonlar uchun bu ko'ylaklar 60 ming so'm. 10 ta yoki 10 tadan oshiq olaman desanglar, 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Xohlasanglar, qo'shni respublikalarga ham dastavkasi bor. Bular ishlab chiqarish emas. Ayni kiyiladigan sezonga kelayotgan troykalarni 120 mingdan narxini sindirib qo'ydik. 20 xil rasvetkasi bor, xohlaganini olib ketsanglar bo'ladi. Qayerda deysizlarmi? Abu Saxiy masjidi podvolida u 7-do'kon. Bu yerdan Bishkek deysizlarmi, Xitoy deysizlarmi, ishlab chiqarish deysizlarmi, hammasini eng sifatlilarini hamyonbop narxda, optimga ham, donaga ham bir xil narxda olsanglar bo'ladi. Ustimdagi kiyimni ham 100 mingga oldim.